Assalomu alaykum akalar, sizlar ozgina pauza bo'lib qoldi, chunki sababi biz ko'proq viloyatda bo'lib qoldi, ya'ni viloyatdagi ofislarimizni ish jarayonlarini yana ham takomillashtirish, ya'ni rivojlantirish maqsadida chiqib ketgan edik. Yaqin kunlarda, tez kunda xudo xolisa 10 tadan oshiq butun respublika bo'yicha zakaz, ya'ni buyurtma nomerlarimiz chiqadi. Mana bu apparatni bitta ko'ringlar. Bay yonib turibdi. Rangi ham, o'zi ham alohida deb butun mana. Mers. Gelik mashinamiz. Bunga qanaqa nomer taqamiz, necha nomer yarashadi? Mashinaga bitta baho berib qo'yasizlar. Ozmasligi orqasidan ham bitta ko'rsataman, ichlarini, salonlarini ham. Bay. Hammamizga nasib qilsin. Rangi haqiqatda yonib turibdi. Nomerlar ham yarashib turibdi, lekin biz bunga albatta bitta zo'r buyurtma raqam taqamiz. Mashinaning salonini ham bitta ko'rsatdik. Ochilishini qaranglar. Bay. Yangi gelik G63. Hammamizga nasib qilsin. Xudo xolisa buyurtma raqamlar bo'yicha meni aloqa qilsanglar bo'ladi. Yopilishiga ham